Yarim kechasi bir o'zingiz svetlarda o'chirib, bu kinolarni to'shni ko'ra olmaysiz. O'zim ko'rgan eng qo'rqinchli 5 ta kino. 5-o'rinda Chiroqni o'chirma. Filmdagi bosh qahramonning onasini dugonasi bo'ladi. Aynan o'sha dugonasi yorug'likda yo'q bo'lib, svetlarda, chiroqlarda o'chirgan paytingizda paydo bo'ladi. Aynan mana shu tomonlama teletomoshabinga juda ham kuchli hayajon beradi. Tag'in siz ham svetlarni o'chirib yurmang. 4-o'rinda Mama, ya'ni ona, 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Ota-onasidan ajralgan 6 yoshli hamda 1 yoshli qizchalar yolg'iz o'zlari o'rmonda qolib ketishadi. 5 yil mobaynida, aynan o'sha 5 yil mobaynida ularni aynan o'sha ona boqib katta qiladi. Bu ona kim desa, kino davomida bilib olasizlar. 3-o'rinda Gonjiamdagi ruhiy kasalliklar shifoxonasi. Hammamiz tanigan va bilgan koreyalik mashhur aktyor, aynan mana shu aktyor o'ynagan, ism familiyasi esim kelmadi, lekin juda ham hayajonli, qo'rqinchli kino. Bir o'zingiz 100% ko'ra olmaysiz. Kinoni sarlavhasidan ma'lum, ruhiy kasalliklar bilan bog'liq juda ham dahshatli kino. 5taligimizda 2-o'rinda Kadavr. Filmdagi bosh qahramon shaharning morg markazlaridan birida tungi navbatchilik qiladi va o'sha joyga bitta o'lik qiz olib kelinadi. Lekin o'lik qizda qandaydir tirik degan alomatlar bo'ladi. Kino davomida juda ham hayajonli. Iltimos bu kinoni ko'rmanglar. 1-o'rinda aytishimdan oldin do'stlar, yaqinlarga yuborib, qo'rqitib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu eng muhimi. Like bosish обязательно. Va nihoyat 1-o'rinda balki ko'pchilik bilgan, balki qo'rqqan Sijinning barcha qismlari 1-qismdan tortib 7-qismigacha juda ham qo'rqinchli va dahshatli turklar ishlagan kino. Nimaga qo'rqinchli 1-o'rinda deslaring, bu aynan hayotiy bo'lgan, ya'ni islom dini bilan bog'liq bo'lgan jin chalishi, insonning ichiga jin kirishi, sehr jodular haqidagi kino. Bu kinoni to'shna yolg'iz o'zingiz svetlarda o'chirib, aytganimdek bir o'zingiz ko'ra olmaysiz. Agar siz bundan ham qo'rqinchliroq kinolarni bilsangiz, kommentariyada yozib keting, obuna bo'lish, do'stlarga yuborish esdan chiqmasin.